Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada size Gazir Huze, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2022 yıl 2 ayının 24. günü vatandaşım. Vaziyet. Taң saharda etilgan bir pay ok. Şərq vaxtı miyaki Moskva vaxtı 24. gün ettiğin saat 5'ten 50 minut ötkende Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin armiyaga umumyüzlük buyruk verip Ukraynaga umumyüzlük tajavuz kılıp kirdi. 3 taraftan mesela Krimiya taraftan, Donetsk taraftan, hatta Karadeniz taraftan, diyendek taraftan hücum kılıp Ukrayna'ya kirdi. Bütün dünya dank etip kaldı diyendek. Vaziyet ana şu. Bunun karta prezident Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden'ın ifade bildirişi ki siyaset bayan kılışı. Şunun münasebetli kaldı sizlerge bugün leksiya sözleyimiz vatandaşlar. Bugün birinci mavzumunda Prezident Joe Biden, Prezident Vladimir Putin Ukraynaga yolsuzluk bilen hücum kıldı. Rusya butunlay mas'ul bo'lishi lazım deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 2 ayının 23. günü Manvetor biti ilan qilindi xabar. Mundaq başlandı. Rusya Federasyası Vladimir Putin Amerika Şərq vaxtı 23. günü berilgan hukuk boyunca Ukrayna'nın şərqida harbiy harakat elib borganligi to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden yarim kechada bayonot e'lon qilib bundaq ko'rsatdi. Ukrayna bugün bu kecha Rusya'nın yolsuz tacavuzu uçraganlığı üçün Ukrayna üçün dua kılıman. Prezident Vladimir Putin aldın tallangan urushni tallab aldı. Ölüm, yetim ve insaniyetke azap, ukubet ve afet karakterlik akıbet elip kelidi. Rusya bununla cevapkar buluşu lazım. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Men Aqsarayda vaziyatni kuzatib turayotiman. Ata 7 davlat rahbarlari bilan yig'in ochib, Amerika grajdanlariga suhbat bayon qilib, Amerika va ittifoqdoshlarning tajovuzchilik harakatlariga javob qaytarganligini e'lon qilaman dedi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Amerika davomli NATO'ga a'zo davlatlar bilan qadamni moslashtirib, ittifoqlashib, kuchli tadbir qo'llanishni kapolatga ega qilib, NATO'ga a'zo davlatlarga keladigan tajovuzchilikdan saqlanamiz. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Bugün birinci hanım, yani Jer hanım bilen birlikte bator ve gururluk Ukrayna halkı üçün dua kılımız. Yani bir mavzu, hürmetli vatandaş. Ukrayna prezidenti Rusya 200 bin kişilik harbiy qo'shin topladı. Belki Avrupa uruşa partlaydı. Mavzuli xabar deb ko'rsatdi mavzuli xabar 2 ayının 23. gün Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi xabar. Mundaq başlandı. Ukrayna prezidenti Zelenskiy 23. günü yarim kechada bütün mamlakat xalqiga suhbat bayon qilib bundaq ko'rsatdi. Rusya hükümeti rahbarlari Ukraynaga tajovuz qilishini tasdiqladi. 200 bin kişilik harbiy qo'shinni Ukrayna chegarasiga to'pladi.
belki Yevropa urushi başlanıdır. Eğer Ukrayna hücumga uchraydi ekan, özümüzde qo'g'daymiz. Universal matbuotlar munda xabar qildi. Zelenskiy yarim kechada televiziya nutqi so'zlab bunda ko'rsatdi. Rossiya rahbarlik qatlami Ukrayna harbiy harakat qo'llanishini tasdiqladi. Prezident Zelenskiy rus tili orqali o'z xalqiga nutq so'zladi. Men bir Ukraynalik bo'lish sifatim bilan Rossiyaliklarga shundoq deyman. Bizning o'rtamizda 2000 kilometrlik davlat chegarasi bor. Sizlarning armiyanglar shu chegaralarda turib, shu chegaralarga to'planyapti. Sizlarning rahbarliginglar armiyaning ikkinchi bir davlatga tajovuz qilishini tasdiqladi. Bu balki Yevropa urushining boshlanishidir. Prezident Zelenskiy ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Agar Rossiya hujum qiladigan bo'lsa, Ukraynaning erkinligi va hayotini tortib olishga urinadigan bo'lsa, Ukrayna o'zini qo'g'daydi.